Okalar, mana bensinni ham tanlov qo'yganmiz. Tanlov figurasiga ahamiyat berasizlar mana. Chotki turibdi. Yana bu figura oddiy обычный tekis figura. Tepadagi figuraga necha mana? Burchakdan tushgan mana. Yonidan olib beraman. Mana hozir mashinasi bir xili mana bu tanlovni yopadi-da. Yopib, mana to'g'risidan ochadi. Slif mana bu yoqqa uklon berib qo'yilgan burchakga bo'ladi. Ertaga buni yopib, to'g'risidan ochib qiladigan bo'lsa, slif mana suv burchakda qoladi. Shu narsani oldini olish maqsadida biz mana shu burchakda mana shunaqa 45 gradusga qilib, buton qilib mana qilib berganmiz akalar mana. Ko'rishingiz mumkin. 45 gradus mashinasi buton yasalgan. Mana burchakda choki yo'q. Seli yasalgan. Idealniy. Parallelniy bu yonidagi mana. Bir xil chiqqan, to'g'risidan qilinganda mana. Parallelniy simetri turadi mana. Endi bu ichkarida ham необычный takoyi bor, uni ham hozir ko'rsataman. Mana figuraga necha mana. Aynan butun yasalgan mana shu narsa. Ammo o'rtalarida uzilishlari yo'q. Butun yasalgan, polni seli. Mana yonidan ko'rinishi anaqa bo'ladi mana. Mana bu yoq tarafi endi bu. Mana varonka bu bunaqasi yasalgan. Bu mana shundoq butun yasalgan mana. Burchaklari tushyapti, kelib tushib ketyapti mana. Tako bunaqa figuralar faqat bunaqa figuralarni Abdulhaydan boshqa hech kim yasamaydi. Abdulhayga aytsanglar, aytganinglardek qilib beradi.